Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz, mana bugun sizlar uchun Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi Qarshi karvon mol bozoriga yetib kelganmiz. Akalar, like-ni ayamaymiz. Like bosgan akalarimizni xonadonlari mana shunaqa qo'y-qo'zlardan to'lib toshib ketsin. Bugun hafta kuniga yakshanba akalar, 5-aprel sanasi bilan qo'zi mavsumini boshlaridan xudo xolasa mana shu bozorimizdan obzorlarimizni boshlaymiz. Like-da ayamaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, bozordagi narx-navolarni to'laligicha sizlarga aytib, hammasini inshaalloh ko'rsatib ketaman. Hozir inshaalloh bozor ustidan, ya'ni yuqorisidan ham sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Kelay ko'rib turganimizdek, bozorning o'z yuqorisidan ham sizlarga ko'rsatyapman. Bozorda ancha odam ko'p, shunga yarasha akalar chorva mollari ham ancha kiribdi. Qo'zilar juda ko'p ekan. Xudo xolasa sizlarga qo'zilarni ham ancha ko'rsatib o'tamiz. Qo'zi mavsumi boshlangan akalar. Like bosib obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Boshidan xudo xolasa sizlarga mana shunaqa boqilgan qo'chqorlarni ham ko'rsatib o'tamiz bir sirama. Mana akalar ko'rib turibsizlar. Ancha optim joylarda ham yig'ilib qolibdi mollarimiz. Akalar, birinchi boshidan qo'chqorlarning obzorini sizlarga ko'rsatamiz. Mana like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Xudo xolasa mana qo'chqorlar anchagina yig'ilib qopti. Qo'chqor mavsumi ham endi bundan buyog'iga boshlanaveradi. Sababi chegaralar yopilgan, go'shtlarimiz tortiladi. Bundan buyog'iga xalqimizga mana shunaqa so'yishga tayyor bo'lgan qo'chqorlarimiz ham kerak bo'lib qoladi. Hormang aka, zo'rmisiz? Charchamayman, savdoga baraka aka. Aka, nechi bosh bu yerda qo'chqor yig'dik? 30 bosh, maşallah. Akalar ko'rib turganimizda 30 bosh mana shu yerda qo'chqorlarimiz turibdi. Endi qo'chqorlarni ko'rib turman, u tarafdagilar ancha yaxshi ekan, dadil. Nasldorlari ham bor. Nasldorlari ham bor ekan. Bularni necha puldan baho qo'yamiz endi? 6,5 dan deyilyapti. Bozor nima so'rayapti? Bozor 6 million 60 Xo'p, 6 gacha, 61 gacha akalar narx ko'taribdi bozor, lekin undan yo'g'iga halicha bozor so'ramabdi. Bularni endi mana ko'rib turibmiz, yomon emas, bo'ybaslari yaxshi chiqqanday bular. Choriga chiqdimi? Ha, endi yo'q, shakka endi chiqyapti. Hali qo'ziga ham chiqqani yo'q. Shakka ham chiqqani yo'q ekan. Akalar hali qo'zi ichi bilan turibdi. Bularni hamma taraflama ko'ryapmiz. Bir-biridan yaxshi holatlari zo'r ekan. Buni nechidan? 4 milliondan bo'pti akalar mana. Qo'zilarimiz 4 million so'm, endi katta qo'chqorlarni 6 million deysa yomon emas ekan. Tushunarli. Bularni endi izi bo'lsa kerak sizda. Izi bor. Xudo xolasa nechta keraksa topib beriladi. Qayerni moli G'uzor? G'uzor, u asli dehqonobod. Asli dehqonobod. O'zingiz nomerni ayting. 88lik 631 8101. Akalar telefon qilaverasizlar, xudo xolasa izi bor ekan, bemalolchilik. Aka, savdo izi bersin. Xo'p, akalar, mana bu tarafda yana ham sal kattaroqlari bor ekan, shularni ham ko'rsatib o'taylik. Hormanglar, yaxshimisizlar? Sizdan? Yaxshimiz. Qanchadan deyapmiz aka? 7 milliondan baho qo'yilyapti. Bozor nima so'rayapti endi bu qo'chqorlar? Bermadingiz. 63 dan berilmabdi akalar, mana ko'rib turibmiz. Bular 4 ga chiqdimi yo hali qo'zimi? Mana akalar. Men bularni 2 dan 4 ga yaqinlashgan qo'chqor deb o'ylayman, gavdalarini ko'rib, lekin hali qo'zi ichi bilan turibdi ekan. Bularni sog'ligi hamma taraflama garantiyasi bormi? Bu qayerning moli? 8-chi, nishon 8-safhoz. Nishonli akalarimiz ham mana ko'rib turganlaringizda ancha faol, yaxshi qo'chqorlarni boqib chiqarishyapti ekan. Bo'lmasa buni izi bormi yo'qmi yana? Topamiz. Izi topiladi. Nomer qoldiramizmi bo'lmasa? Nomer shart emas. Xudo xolasa bozordan olishaveradi. Savdo izi bersin aka. Aytdimki men senga, bu xat olib. Xo'sh, mana bu tarafni ham bir ko'raylik-da. Mana shu naslga qo'chqorchalar bo'ladi. Savdo qiling, savdo. Aka. 7 bilan 600 toptada beraman. Bering. Gapi, men 7 million 600 dan ketdimi bular? Bitta nasllik, o'zi hammasi nasllik ekan, shunga qiziqib keldim. 10 milliondan deyilyapti. Instagram ham, YouTube ham. Akalar 10 million so'mdan nasllik qo'chqorchalarimiz aytilyapti. Qo'zimi deyman hali bilanchi. Hozir mana shu 7 million 7 million 600 ga ketdimi deyman aka. Shuni ko'rsin. Mana, yana ko'raga hali buzgan yo'q. Mana hali qo'zi ichi bilan shu gavdada akalar. Bemalol ko'rib olaverasizlar. Haqiqatan sifatlariga gap yo'q ekan qo'chqorning. Endi bulardan hali izi bo'lsa kerak sizga. Urug'lik ko'p kishi so'rayapti. Xudo xolasa sotilaydigani bor ekan. Nomerni ayting bo'lsa. 97 10 million deyapsiz. 310 58 44. Akalar, urug'likka qo'chqor so'ragan akalarimizga ham mana xudo xolasa topib qo'ydik. Savdo izi bersin. Bu tarafda ham ko'raylik qani qo'zilarimizda. Hormang buva, yaxshimisiz? Savdoga baraka. Rahmat. Bularni qo'zilaringizni uzoqdan ko'rib odam bir qiziqib keldik. Rahmat. Bularni soni nechta? Soni 28 ta. Ha, akalar, gigant qo'zichalarimiz kiribdi bozorga. Bular necha oylik endi? Bular 4,5 oylik. 4,5, 5 oy bo'lsa kerak ba'zilar.
Hali 5 oyga o'tmagan. Akalar hali 5 oyga o'tmagan, haqiqatan sifat bo'ybaslarni ko'rib turibmiz. Qayerning moli endi bu? Nishon bor. Nishonni moli akalar, mana ko'rib turibmiz. Nishonli bola ham mana shunaqa gigant qo'ziqo'shqorchalardan olib kelibdilar. Bular hammasi qo'shqormi, ichida sog'liq ham bor? 8 ta urg'ochisi va 20 ta. Dehqonchilik molmi deyman? Dehqonchilik. Qanchadan baho qo'yamiz bu? Bahoni 5,5 dan qo'ygan, baho savdo 4,5 bo'lyapti. Ha, jazman 4,5 so'rayapti. Akalar 5,5 million so'mdan baho qo'yilgan, jazman 4,5 dan so'rayapti ekan. Ko'rib turibmiz, yomon emas. Kim olsa ham maza qilar ekan. Buni izi bormi yo'qmi yana? Izi bor. Dehqonchilik sizga. Nomer qoldiramizmi? Ayting nomerni. 90lik 609 71 68. Akalar mana shunaqa qo'zilarimizdan kerak bo'lsa, bexijolat telefon qilaverasizlar. Bu dehqonchilik mol ekan. Akalar eng yaxshi tarafi, xudo xolasa nechta keraksa topib beriladi. Ha, barini eni bitta ekan. Buni ba'zilariga eng qo'yilmaganda ham deb hozir xayol qilib turibdi. Mana akalar eni bor ekan. Kichkinagina ekan. Kichkina o'ng quloqda ozroqgina kesilgan joyi bor ekan. Bu savdoingizni bersin. Alloh baraka bersin. Xo'p, sog' bo'ling. Akalar endi qo'zilarni o'ziga o'tib ketaylik. To'g'risi mavsumga qarab hamma narsaning abzori bo'laveradi. Qo'chqorlarni ozroqgina ko'rsatdik. Qo'chqorlarga sababi uncha talab ko'p emas. Halicha go'shtlarimiz yetarli. Akalar qo'zi mavsumini haqiqatda aytganimizdek bo'lib turibdi. Agar yaxshimisiz, charchamay. Endi mana shularni ham bir ko'rsatib o'taylik. Qo'zilarimiz ancha ko'p kiribdi bozorga, hormang aka. Va alaykum. Aka, ko'rib turganimizdek qo'zilar haqiqatan izi ko'p, nechta keraksa topiladi degan joy mana shu bo'lsa kerak endi. Mashalloh. Aka, bu nechi bosh bu yerda endi? Aka, ilk guruhda 65 bosh aka. Mana akalar, ikki guruhda 65 bosh qo'chqor qo'zimiz bor ekan. Bexijolat akalar, nechta kerak desa mana ko'rib turganlaringizda 65 bosh mana shu ikki tarafda bor ekan. Bu hozir 65 dan hammasi qo'chqormi? Aka, ichida 15 ta urg'ochisi bor aka. 65 tadan 15 ta urg'ochi. Mana akalar 65 tadan 15 ta urg'ochisi bor ekan. Qolgan hammasi akalar qo'zi qo'chqorchalarimiz. Endi bularni necha oydan necha oygacha bular? Aka, 4 oylik, 5 oylik qo'zi aka. Ha, Simjon qo'zi. 4 oylik, 5 oylik qo'zilarimizni akalar ko'rib turibsizlar. Bularning endi holatlari ancha yaxshi, bo'ybaslari ham kelishgan ekan. Bularni kim olsa ham xudo xolasa yeb ichishda muammosi bo'lmasa kerak-da. Kim olsa ham muammo bo'lmas. Garantiya beramiz aka, 10 kun 15 kun. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar mana ko'ryapsizlar, xudo xolasa sog'ligi yeb ichishda garantiyasi bor ekan. Bemalol telefon qilaverasizlar. Endi aka bular bo'ybaslar hamma taraflama yaxshi. Bo'lmasa izi bo'lsa kerak sizda. Xudoga shukr aka. Mashalloh. Akalar izi bor. Bexijolat kelib ko'rib olaverasizlar. Bo'lmasa shu nomerni ayting qani aka. Ko'rib turganlaringizda bexijolat nechta keraksa topilaveradi. Kelib Qarshi Karvon mol bozoridan olib ketaverasizlar. Like tayamaymiz, akalarimizga respekt. Mana shuncha katta partiyada olib chiqishibdi. Savdoingizni bersin aka. Xo'sh, endi bu taraf kimdan edi? Bu ham sizdanmi? Hormang, zo'rmisiz? Boramiz, men o'zim boraman. Charchamayapsizmi aka? Ishlaringiz yaxshimi? Savdoga baraka. Aka, bu qo'zilarni zo'ri-ku, necha bosh olib keldi endi? Aka, bular soni 65 ta. Akalar ko'rib turganimizdek, qo'zi mavsumida qo'zilarimiz ancha avjiga chiqib ketdi. 65 bosh mana shu yerda qo'zimiz bor ekan. Aka, bu 65 dan hozir bo'ybaslari hamma taraflama ko'ryapman, lekin ichida sal kichikroqlar bor ekan. Necha oydan necha oygacha bular? Aka, bular 2,5 oylikdan 4 oylikgacha. Ha, demak 2,5 oylik qo'zimizdan 4 oylikgacha. Bularni necha puldan deyapmiz endi? Kichkinalarni. Kichkinalarning o'zini aka 3 million 100 dan savdosi bor. Ha, 3 million 100 dan savdosi bor. Optimiga 3 million 400 dan 4 oyligi ichida faqat qo'chqorlar 45 ta. Nechta urg'ochi bor? Bu 10 ta urg'ochisi addenni bularni 29 dan so'rayapti, 3 milliondan bo'lsa beraveradi. Gap bu. Akalar mana 2 million 900 dan so'ralyapti ekan, 3 milliondan bo'lsa berib yuboriladigan joyda ekanmiz. Aka 3,5 milliondan quyuq Quyuq ketadi. Bo'ladiganini gapiring, 3,5 balanda endi. 34 dan so'rayapti aka, qo'shsa bitta kimga bo'lsa. 34 dan balaniga bitadi. Shunday. Tushunarli. Akalar 3 million 400 dan balaniga bitadi deyilyapti. Mana ko'ryapsizlar. Bemalol telefon qilsalaringiz ham bo'laveradi. Holatlari ancha yaxshi qo'zichalarimiz turibdi. Buni endi bunday qilaylik. Xijolat akalar kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. Bozorda o'ziga 150 bosh kirgizgan. Mana akalar, bozorda o'zi cheksiz, bemalol oladi. Mashalloh. Akalar 150 tasi naqd, yana izi bor ekan. Aka, savdoingizni bersin. Alloh bundan ham ko'paytirsin chorvangizni. Mana akalar ko'rib turibmiz, yomon emas. Qo'zi sezon avjida. Hozirroq qo'zilarni ham ko'rsataylik, keyin akalar ona bola qo'ylarning qatoriga, bo'g'oz qo'ylarning qatoriga inshaalloh o'tib ketamiz. Xo'sh, akalar mana ko'rib turibmiz, yomon emas. Qo'zilarimiz. Mana bularni ham ko'rsatib ketaylik, sal yaqinroqdan olamiz. Badanida bir kamchiligi yo'qmi? Hamma taraflama ko'rsatib o'tishga harakat qilaman.
Xo'sh. 31 bo'lsa tavakkal oldim. Hozir zo'r, charchamang. 12ga sotib qo'ymoqda. Xo'p, akalar, mana bunisini ham ko'raveramiz, xudo xolasa. Hammasi yaxshi. Bexijolat. Bular nech puldan deyapmiz? 3,5 million so'mdan deyilyapti. Bozor nima so'radi? Akalar, bozor 3,5 million so'mdan deyilyapti. Bozor nech pul so'rayotganini bilmayapmiz. Menimcha sotildi bir partiya. Aka, qanchadan ketdi bu? Qanchadan oldingiz? Aka ham o'zi qanchadan bo'ldi? Ye, uyali ekanlar. Shu videoga olish kerak ekan. Bilmay qolmanda. Xo'p, akalar. 25 tasini 3 million 200 mingga savdosi bor tepa tarafda. Akalar 25 tasini 3 million 200 dan savdosi bor ekan, tepa tarafdan ekan, bu tarafidan ko'raveramiz, yomon emas. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Tushunarli. Bular hammasi erkakmi? Erkak. Akalar hammasi erkak, urg'ochisi yo'q ekan. Hozir nech puldan sotildi? 3 million 300 ming bitta sotdim. 3 million 300 mingdan yakkaga akalar bitta ketibdi. Qo'shsa, xudo xolasa hammasini ham olib ketsa bo'lar ekan. Tushunarli. Hozir o'sha savdoni olib kelay, yana kelaman. Nima bo'ldi? Bir bayağı çıkanı bu bir narsa dedi. Erkek bo'lsa bir narsa dedi. Aka buna kuz yo'q. Demakda bayağı çıkanı. 20 tamaydi. 20 tamaydi. Tamaydi 20. 20 olgan bering. 20 bayağı çıkanı. Beringlar, bayoshga beringlar. Bundan. Qancha bo'ldi Otabek? 750 deyapman, bular 26 yarim qilaman. Aka shu inchilib bermayman. Bering xursandchilik bilan, aka baraka topsin. 80 kilometr joyga olib ketaman mana. Bering, beringa. Bo'l. Nechta Otabek? Mana 15 qo'zi berishga. Baba sen deylan men o'zing nima qilyapsan? Bunday qimmat bo'lyapti. Xo'p, nechta ketdi endi aka? Bitta qo'chqarcha ketdi. Bitta qo'chqorcha akalar. Urg'ochilar ham bor ekan. Bular soni nechta aka? Soni 13 ta. Akalar soni 13 bosh. Ko'rib turibsizlar, yomon emas, bemalol. Xudo xolasa, yana kami ham bor ekan. Aka, buni sog'lik hamma taraflamasi joyida. Otabekning molimi? Otabekning moli akalar. Mana shu o'zimiz videolarini chiqarib turadigan ukamizning moli ekan. Bo'lmasa nima qilaylik, bir nomerini Otabeknikini bilasizmi? Otabek nomerini ayting. 87 078 0270. Akalar 0270. Xudo xolasa mana shunday kichikroq variantdagilardan ham topib berishaveradi. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishingiz esdan chiqmasin. Tushunarli. Xo'p, akalar, mana bu tarafdan ham qo'zilarni bir ko'rib o'tadigan joyidamiz. Aka, bu nechi bosh endi bu yerda? Buradagi 13 ta bor. 13 ta u tarafchi, u tarafsidan emasmi? Tomonimizdan aka. U taraf ham. Akalar, mana bu taraf kichikroqlari bor ekan, hozir kattalarini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Aka, bu katta nechi puldan deyapmiz o'zi? Aka, bir joyga 3 milliondan kam bor aka, mayda ketdi. Bir joyga 3 milliondan kam bor ekan, mayda kichkina aralashiga. Endi bozor nima so'radi? Hozir 2,5 dan so'rayapti. Bozor 2,5 ham so'rayapti, akalar, hali berilmagan. Mana shundan tashqari. Katta mayda ichida. Buni izi bo'lsa kerak-da yana. Bor aka, izi bor aka. Xudo xolasa. Xohlagancha izi bor ekan. Hozir aka, bo'lmasa nomer qoldiraylik. 99lik. Aha. 122 122 9516. 9516. Telefon qilaverasizlar, mana shunaqa svetmaylardan keladi. Mana, gap yo'q. Bir og'izda beraman. Aka puliga olaman. Shu bana bo'l. 20 ming olib qo'ying, 20 ming. 30 mingga shu 30 ming bering-da. Men beraman qolgan. 30 ming bering. 30 ming bering-da. 30 ming bering, men beraman. Qattiq gapirib. Mana puliga beryapman. Foyda ko'rayotgan yo'q. Ertaga sotaylik. Aka endi shu 30 ming bering, men sizga beraman. Mayda. Savdo avjida. Shunchalar. Ketdi bo'l. Va nihoyat bu savdo ham bitdi. Xo'p, akalar, mana noyabrski qo'zli ekan, optimcha akamiz topib oldik. Mana shunday katta partiyadagi nechta kerak desalaringiz, xudo xolasa topib beriladigan joydamiz. Aka, hormang, yaxshimisiz? Bu nechi bosh endi berdi? Ancha-ku. 90 ta. Mashallah. Akalar, 90 bosh ko'rib turganlaringizda qo'zlarimiz turibdi ekan. Aka, bularni ko'rib turibmiz, yomon emas, bo'ylari ham ancha baland. Bu 90 tani necha oylik endi? Noyabr bo'lsa, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel.
6 oyga yaqinlashibdi. 6 oyga men уже boshi yaqinlashibdi. Boring 4 oy 5 oylik bo'lsa ham yomon emas. Bularni hech bilan deyapmiz endi optimiga gapiravering aka. Optimiga bir joyga 37 dan beramiz. 37 dan. Bozor nima so'rayapti? Bozor 34 dan qilyapti. Akalar bozor 34 dan so'rayapti. Optimga bir joyga akalar ko'rib turganlaringizda yomon emas. Endi aka bularni hammasi erkakmi, urg'ochisi ham bormi? Bor. Nechta endi urg'ochi bu? 27 ta urg'ochi. 63 ta erkagi ham bor ekan akalar. Ko'rib turibsizlar, yomon emas. Bularni endi sog'ligi hamma taraflamalar javob bor-a? Yo'q, garantiya. Gap yo'q. Akalar xudo xohlasa sog'ligi yeb ichishda hech qanaqa muammo yo'q ekan. Mana ko'ryapsizlar, oxiri ko'rinmaydigan joyga yetib keldim. Bo'lmasa nomer qoldiraylik. 99 265 265 0114. 0114. Telefon qilaveramiz akalar. Xudo xohlasa nechta keragingiz topiladigan joydamiz. Aka savdoyingizni bersin. Men echkilarni ham bir ko'rsatib ketaylik. Shular echkilarga ham hammaga xudo xohlasa qiziq joyi bor bo'lsa kerak mana shu echkilarimizda ham. Bu nech bilan deyapmiz? Bu nech bilan deyapmiz? Ha? 2 milliondan deyilyapti. Nech so'rayapsiz endi bunaga? 1 million 400 ga yakkan so'rayaptilar. Xudo xolasa bersalar kerak. Bering, yomon bo'lmabdi-ku. Bir so'ramabdilar-ku. Hali ancha bor ekan akalar, men ko'ryapmiz 2 milliondan baho qo'yilgan. Yomon emas. Akalar mana echkilarni ham bir narx navosi bilan yengil tanishtirib o'tyapmiz. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Endi akalar bir tekis sizlarga qo'y-qo'zilarni ham narxini, qo'ylarni to'g'riroq narxini ko'rsatib o'taylik. Xo'sh, qo'ylarimiz qo'y qani? Bozorda qo'y yo'q, subhanalloh. Bu yoqda tarozi, bizda vaqtimiz yo'q tarozini ko'rsatishga, qo'y qidiryapmiz. Mayli, mana shu yaxshi bo'lmasa ham shu qo'ylarni ko'rsatib ketaman. Hormang aka. Yaxshimisiz? Charchamay, savdoga baraka. Nech bilan deyapmiz bularni? Ona bolalar 7,5 dan deyilyapti ekan. Akalar mana ko'rib turibmiz. Bozor nima so'radi endi bular? 6,5 dan so'rayapti. Bermadingiz. Akalar bir qo'lga 6,5 dan so'rabdi, bermabdilar. Bular hammasi ona bolam. Ha, ikkita bo'g'ozi ham bor ekan, 3 tasi tuqqan ekan akalar. Ko'rganlaringizda ona bola qo'ylarimiz narx-navo shunaqa. Bundan hozir borishmi aka? Dehqonchilik. Akalar dehqonchilik, shuning uchun nomer so'rayotmaymiz. Savdoyingizni bersin aka. Mana qo'ylarimiz shu yoqda ekan-ku mana. Hormang, yaxshimiz? Nech bilan deyapmiz bularni? 5 dan deylar. Bozor nima so'radi endi? Bozor 46 dan berilmagan, 42-43 ham so'ragan joyi bo'lgan ekan. Bularning yoshi qanday endi? 3 yoshar. Nima tish to'ldirgan ekanda bo'lmasa. Tish to'ldirgan akalar qo'yimiz yomon emas. Salgina eti ariq ekan. Buni bolasi bormi yo ajraldimi? Bolasi ajralib ketibdi akalar. Yana ozroq e'tibor berib semirtirsalaringiz bo'ladigan qo'ylar ekan. Tushunarli. Bundan dehqonchilik adashmasam. Dehqonchilik ekan, tirikchilik emas, shuning uchun nomer qoldirayotmaymiz. Xo'p, savdoyingizni bersin aka. Mayli, sog' bo'ling. Qanday bo'ldi aka bu? 2 million 700 dan ikkitasimi? Yo, bitta yakkami? Akalar yakka 2 million 700 ming so'mni mashq qo'lchalarimiz. 10 ta bir joyga, barakasini. Buxoro ketyaptimi? Navoiyga akalarimiz Qiziltepaga olib ketishyapti ekan. Savdoyingizni bersin. Xo'sh, akalar ko'rib turibsizlar, yomon emas. Men endi mashq qo'ylarni ham bir ko'rsatay. Hormang, yaxshimisiz? Charchamang, savdoga baraka. Nech bilan deyapmiz bularni? Ona bola qo'ylarimiz, bolalar ham ancha katta qopti. 8 dan deyilyapti. Bozor nima so'radi? Hozir qaro so'rayapti. 7 gacha ko'targan bozor. Akalar bozor 7 milliongacha so'rabdi. 67 ham so'ragan joylari bo'libdi. Mana qo'zilari ham lekin katta qopti, yomon emas. Kim olsa ham xudo xolasa boqaman desa, o'zidan ko'paytiriladigan variant ekan. Bu qo'ylarimizning holatlari yaxshi ekan, buni izi bormi yo'qmi? Izi bor ekan. Xudo xolasa izi bor. Nechta keragingiz topib berilaveradi. Qayerning moli bu? G'uzorning moli akalar. Ko'rib turibsizlar, G'uzordan akalarimiz olib kelishibdi. Nomer qoldiraylik bo'lmasa. 97 313 12 17 78. Akalar telefon qilaverasizlar, xudo xolasa izi bor ekan. Like bosib obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Akalar, sizlar bilan Qarshi Karvon mol bozoridagi videolarni shu yerdan to'xtatamiz. Akalar, xudo xolasa mana sizlarga yaxshi variantdagi qo'zilar, qo'ylarni ham uncha ko'p bo'lmasa ham ko'rsatdik, qo'shqorlarni ko'rsatdik. Sizlardan like bosib obuna bo'lib qo'yish qoldi. Keyingi sanamiz keladigan bo'lsa, akalar 5-aprel sanasi bilan mana shunaqa qo'zi sezonining avjiga chiqqan vaqtlarini akalar sizlarga ko'rsatyapmiz.